Nexia 1.6larda bitta kasal bor. Hamma narsa yaxshi bo'lib tursa ham, lekin gaz bosganingizda bo'g'ilib oladigan kasal bor mana. Mana. Bu benzinda, gazda emas. Hozir mashina to'g'rilab, natijasini ko'rsatib beraman. Nexia'ni ham to'g'rilab oldik. Gaz olishlari, switch, injektor hech qanaqa tozalangani yo'q. O'zini programma orqali nastroyga qildik. Hech narsa almashmadi. Boya bo'g'ilib yotuvdi, poqirlab. O'sha benzinda edi. Gaz qolmagan.